moda bo'ldi. Ajdodlik sunbul chashlar nada qoldi? Uzun chashni qisqa qilish moda bo'ldi. Qizlar chashni budri qilish moda bo'ldi. O'g'illar rang qilish moda bo'ldi. Farzandlarga telefon elish moda bo'ldi. Alg'amdimu iPhone elish moda bo'ldi. Mas qadamda moda qo'g'lash moda bo'ldi. Bir-biridan o'tib ketish moda bo'ldi. Kitobxonada ko'rishishdan yigit qizlar, restoranda ko'rishishlar moda bo'ldi. Yigit qizga o'z ko'nglini bildirishdi. Qiz yigitga talab qo'yish moda bo'ldi. Burun biriga sodiq bo'lish qolgan edi. Endi ikki uchdan eshish moda bo'ldi. Mard yigitlar qiz ko'nglini tutar edi. Endi qizlar yigit baqish moda bo'ldi. Qizlarga adab axloq meros edi. Yana qizga hayosizlik moda bo'ldi. Ota-ona hurmatlash meros edi. Endi yaqin siqishlar moda bo'ldi. Dehqon ota qo'lda ketman qilich edi. Ana bo'lg'ach uyning ichi jannat edi. Bugun kunda ayollarimiz uyni beqib, erlar tamoq, bola beqish